Beraka tog'ajonim remonti yo'q dedingiz. 4 ta pilusi bor xonadonni qaytarib remonti bilan chiqardim. Bitta yomon kommentariy uchun ikkinchi qavat Korolevis qavatdan bo'lyapti. Ikki tomonlama proyekt, maktab, bog'cha, magazinlar hammasi uyning oldida jamlangan. Mana bunisi esa birinchi xonamiz. Obzorni boshlaymiz tog'ajon. Nima deyapti xonadon? Kirasiz, yashaysiz. 1 so'mlik xudo xohlasa xarajati yo'q. Mana bu glavniy eshigimiz bo'lyapti. Kirdikki prixojka, prixoj mebellari ham qilib qo'yilgan. Chap qo'lda esa ikkinchi xonamiz bo'lyapti. 5 qavatli g'ishtli domdan ikkinchi qavat Korolevis qavatdan bo'lyapti. Ikki tomonlama proyekt bilasiz, kamyo proyektlardan bo'lyapti. To'g'rida esa razdelni sanuzeli bo'lyapti. Mana bunisi hojatxonasi. Ikkinchi eshigimiz esa yuvinish xonalari bo'lyapti. Patologgacha kafelar qilingan. Chap qo'lda ikkinchi eshigimiz esa kuxnyasi. 1 so'mlik rasxod yo'q. Hamma narsasi qo'lida kirasiz, yashaysiz. Bu ko'rgan xonadoningiz uchun 48500 so'rashyapti. Kami bor tog'ajon. Pastda nomerlar qoldiraman, qo'ng'iroq qiling. Ajoyib xonadon. Obuna bo'lishni unutmang, bo'lmasa ana bunaqa ajoyib uylarni o'tkazib yuborishingiz mumkin.